Qarang, o'tirish qilyapsiz, qatnashasizmi, yo'qmi? 31-dekabr kuni. Birinchisiga keskan shilla, qatiqlik, ikkinchisiga echkini go'shtidan bo'lgan qaynatma sho'rva, uchinchisiga moshli pirashka qilamiz, bo'vsoq qilamiz, 4 ta jalaqam olamiz. Keyin boynak bir jildoq arzon suvarka, Qurg'on yo'liga sotadi. Shundan bitta yashil, bitta qizil, bitta sariq olamiz. Opa aytayapti, men uyimga qilolmayman, to'zib qoladi. Hamma bolasi bilan kim narsalarni sindiradi deyapti. Xatchani uyiga qilamiz. Xatcha uyini remont qildi. Qizdiganlarga kelib, yangi yil qiladi deb. Shu moshli pirashka qilamiz, keyin yoqqa qovurib ko'chaga chalpak qilamiz. Taomlarimiz shu bo'ladi, shu bilan yangi yil o'tadi. Erkin aka qorbobo bo'ladi, Baxtigul opa qorqiz bo'ladi. Malika sovg'a tarqatadi. Qiyom bo'laman, ayiq bo'laman, uyolmog'iz bo'laman dedi. Keyin